Foggi do'koniga bugun tashrif buyurdik. Fevralning 1-kunida juda yaxshi, minnatdormiz. Xizmat ko'rsatish a'lo darajada. Qanaqadir bizga pul berishmabdi. Haqiqiy shu nimani atsif qilyapman. Mahsulotlar ham germanskiy, Turkiyaniki yaxshi, kiyimlari ham O'zbekistonning ham eng yaxshi kiyimlari jamlangan do'kon. Xursandmiz. Oxirida esa bizga sovg'a tariqasida ushbu moslamani bolalar uchun ekan berishdi. Gnezdoni bu endi inshaalloh farzandimiz tug'ilgandan keyingi nimalarga ham shu yerga ayolim bilan olib kelishga harakat qilamiz. Rahmat hammalaringizga. Boshqalarga ham tavsiya qilaman. Juda yaxshi, arzonchi narsalari ham juda ko'p, qimmat narsalari ham juda ko'p, hamyonbop narsalari ham juda ko'p va lekin asosiysi sifatli. Shunga e'tibor qaratilgan. Asosiysi sifatli, ya'ni bola uchun zarur bo'lgan narsa, masalan, gipoallergiya, ya'ni allergiyaga qarshi narsalar yoki nima sifat bola uchun ota-ona o'zi uchun sifatlisini endi birinchi marta ota-ona bo'lishimizda, shunda bola uchun haqiqatan ham ota-onalarimizning o'zlari ham yaxshi narsa olishganini endi bilyapmiz. Shu o'rinda aytmoqchimanki, bola uchun ota-ona bolalar bob narsani topib olib keta bilishadi. Foggiga kelganda, Foggiga kelishsin, olishsin tavsiya qilamiz. Rahmat.